Bugun sizlarga koreys uslubida to'g'ri yuz parvarish qilishni o'rgataman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun darhol saqlab bo'ling. Foydali ma'lumotlarni bilish uchun esa sahifamga obuna bo'ling. Birinchi bo'lib, massajli kremdan foydalanamiz. Massajli krem bir vaqtning o'zida yuzingizda 5 ta vazifani bajaradi. Massajli kremdan kerakli miqdorda siqib olamiz. Yuzimizni massajli liniya bo'yicha massaj qilishni boshlaymiz. Quruq yuz egalari kunda 2 mahal, yog'li yuz egalari esa kunda 1 mahal ishlatishlarini tavsiya etamiz. Ko'z atrofi terisi nozik bo'lgani uchun aynan 4-barmog'imiz yordamida massaj qilib olamiz. Massajli krem nafaqat yuzga, balkim dekolte sohasiga ham bemalol ishlatishingiz mumkin. Kun davomida yurganimiz uchun yuzlarimiz osiladi. Osilishni bartaraf etish uchun esa yuzimizni quloq sohasiga qarab massaj qilib olamiz. Kremning asosiy vazifalaridan yuzingizni professional makiyajdan zo'r tozalaydi. Yuzlarimizdagi mimik ajinlarni bir marta foydalangandayoq yoyib beradi. Yuzimizni massajli liniya bo'yicha massaj qilganimizda yuzda qon aylanishini yaxshilaydi va yuzimizga lifting effekt beradi. Yuzlarimizni oqartiradi va yanada tiniqlashtiradi. Massajli kremni penka yordamida tozalab olamiz. Qo'llarimizni nam holatida penkadan kerakli miqdorni siqib olamiz. Kaftlarimizga ishqalab ko'pik hosil qilamiz. Ana shu ko'pik bilan yuzimizni yaxshilab tozalab olamiz. Yuzimizni aylana harakat bilan sochiqda quritishimiz noto'g'ri. Yuzimizni quruq salfetka bilan artib olamiz. Ko'rishingiz mumkin tozalovdan keyingi natija. Yuzlarim oppoq, mayin, yana ham yumshoq bo'lib qoldi. Meni kuzatishda davom eting. Videoni dugonalaringizga yuborib qo'ying.